Assalomu alaykum barchaga. Bugungi finalda talabalar chetga o'qishga topshirayotganda qiladigan 10 ta top xatosi bo'yicha eksklyuziv intervyu bo'lib o'tadi. Assalomu alaykum. Abdurov sizga davlat tanlash va universitet tanlashda ma'lumot bersalar, men admission jarayonida qanday xatoliklar yuz beradi va ularni qanday oldini olish bo'yicha ma'lumot beraman. Xo'p, Abdurov, qarang, talaba keldi va u davlat va universitet tanlamoqchi. Aynan davlat universitet tanlayotganda talaba qanday xatoliklarga duch kelishi mumkin va ularni qanday oldini olish mumkin? Xo'p, avvalambor talaba kelayotganda aniq bir yo'nalish, ya'ni sfera tanlab kelish kerak konsalting firmaga. Chunki hozirgi kunda ba'zi bir talabalar kelyapti, men shu davlatlarni tanlaganman, qaysi yo'nalishga topshirishni bilmayman deydi. Qanday topshirishi mumkin agar qaysi yo'nalishda keyinchalik o'zini kelajagini ko'rmasa? Keyin birinchi navbatda aytganimdek, shuni yo'nalishni aniq qo'ygandan keyin u qaysi davlatda o'zini kelajagini ko'ryapti. Chunki ba'zi bir insonlar Osiyoda o'qishni xohlaydi, ba'zilar Yevropada, ba'zilar Amerika qit'asida. Keyin davlat tanlayotganda asosan nimaga e'tibor berish kerak? Har bir davlatni o'ziga yarasha qonunlari bo'ladi. Ya'ni o'sha qonunlarga asosan rioya qilish kerak. Davlatga borgandan keyin har bir davlatda viza jarayonida bo'ladigan talablar bo'ladi. Ya'ni masalan, Italiya davlatida oladigan bo'lsak, Italiya davlati vizasi uchun talabalarga 10 yillik daromad kerak bo'ladi. Germaniyada oladigan bo'lsak, masalan, blok shoti bor. 1 yillik qo'yish kerak. Ya'ni blok shot nima deganim? Sodda qilib aytadigan bo'lsam, talaba qiladigan 1 yillik xarajatlarni Germaniya bankiga qo'yib ketadi. Keyin xo'p, endi Malayziya davlatlarida oladigan bo'lsak, Malayziya endi Osiyoda joylashgan aniq bir sfera bo'yicha kuchli davlat emas hozirgi kunda. Xo'p, endi davlatda tanlayotganda asosan o'sha qaysi sohani tanlashdan qat'iy nazar o'sha sohada u davlat kuchlimi? Masalan, kamdan kam uchraydigan sohalarni olsak, masalan, biotexnologiya. Biotexnologiya asosan Osiyodan oladigan bo'lsak, Koreyada yaxshi rivojlangan. Biznes yoki ekonomika sohalari deyarli hamma davlatlarda bir xil rivojlangan, yaxshi o'qitiladi, yaxshi o'rgatiladi. Qarang, shu yerda bitta savol tug'ildi. Davlat tanlash bo'yicha xo'p, tushunarli bo'ldi. O'sha qonun qoidalariga qarab turib student tanlaydigan bo'lsa, ba'zi bir universitetlar, top universitetlar bor, rankingga kirgan, ba'zilarniki kirmagan. Ko'pchilik studentlar keladida, top universitet bo'lsin deb so'rashadi yoki aynan bir определенный davlatda aytib, shu davlatdan bizga top 300 tali yoki 200 tali deb turib olishadi. Shu narsaga qanday qaraysiz? Bu jarayonda ham menimcha xatolik bo'lsa kerak, chunki aynan u top universitet u tanlayotgan yo'nalish bo'yicha yaxshi ko'rsatkich ko'rsatmasligi mumkin-da. O'shanga siz ozgina fikrlaringizni ayta olasizmi? Xo'p, avvalambor o'sha talaba kelyapti, qanaqadir sizdan baribir o'zida yetarli informatsiya bo'lmagani uchun ular konsaltingga murojaat qilishadi albatta, yoki admission jarayonida qandaydir xatolikka yo'l qo'ymaslik uchun. Chunki agar admission jarayonida qandaydir xatolikka yo'l qo'yadigan bo'lsa, u hammasidan muhim narsa bu vaqtni yo'qotadi. Masalan, yarim yil yoki 1 yilga o'sha vaqtni yo'qotib qo'yishi mumkin admission jarayonida xatolikka yo'l qo'yadigan bo'lsa. Xo'p, universitetlar rankingi bo'yicha keladigan bo'lsak, yaqinda o'zimizda bitta holat bo'lib o'tdi. Men shuni sizga aytaman. Shaxsan o'zimga bitta talaba kelib uchradi. U magistr uchun kelgandi, shu huquq sohasida. O'zi shu law sohasini bitirgan, bakalavriat shunaqa ko'rsatkichlari yaxshi, lekin IELTS yo'q. U qayerdandir eshitgan, что UKga, ya'ni Buyuk Britaniyaga ichki imtihon qilib topshirsa ham bo'ladi. Xo'p, u keldi, shunaqa vaziyatdan topshirishim kerak. Deyapti, xo'p, mayli topshiramiz. Top 600 da shunaqa universitetimizda bor. Ichki imtihon bilan topshirsangiz bo'ladi degan edim. Yo'q, menga top 300 kerak kamida. Keyin kontraktda orzuroq bo'lishi kerak, yo'q. Bu holatda nimaga e'tibor berish kerak? Odam universitet tanlayapti yoki qanaqadir darajadagi universitet tanlayotganda o'sha universitet talablariga o'zi talaba javob beradimi? Agar javob bersa, bajarasida topshirib beramiz biz. Lekin birinchi navbatda bola kontrakt orzuroq universitet tanlamoqchi, ichki imtihon bilan topshirmoqchi. O'zingiz ham bilasiz, top 300 talik, top 200 talik universitetlarga
Britaniya o'zini IELTSdan talab qiladi. Ya'ni UQA, IELTS. Ichki imtihon bilan iloji yo'q. Tem bo'lib u bolaning yo'nalishida masalan huquq sohasida u sohani topish qiyinroq. Top 200larda. IELTS talab qiladi topilgan taqdirda ham. Yuqori IELTS talab qilinadi, kontrakt ham arzon bo'lmaydi baribir. U bolani masalan situatsiyasida ya'ni human rights yo'nalishiga topshirish mumkin edi. U bola lekin o'zi qaysarlik qilib o'zi xohlamadi. Shu holatda lekin nima demoqchiman? Agar siz qandaydir universitet tanlayapsizmi, o'sha universitet talablariga javob bersangiz, o'shani topshirganingiz ma'qul. Agar javob bermaysizmi, siz unda birinchi navbatda vaqtingizni yo'qotasiz. Qanchadir masalan finansiy tomondan yutqazib qo'yishingiz mumkin. Baribir universitetga topshirilayotganda application feelari bo'ladi. Shu narsalarni inobatga olib universitet tanlash kerak. Keyin ba'zi bir talabalar keladi, bizga Osiyo davlatlaridan bo'lsin, chunki bizga shu yoqadi yoki islom davlatlaridan bo'lsin deb sizga request keladi, misol uchun. O'shanda qanday qilib ularga to'g'ri yo'l ko'rsatib berish mumkin? Ya'ni tanlayotgan yo'nalishi bo'yicha, xohlayotgan davlati bo'yicha. Bu davlatlarni ular yoqtirgani bilan endi ularni ob-havosi ham bor. Misol uchun, ba'zi bir davlatlar tuberkuloz testdan bekorga so'ramaydi-ku, ya'ni nam havo bo'lganligi uchun. Ularga qanday tavsiya qilib to'g'ri yo'l ko'rsatish mumkin? Xo'p, iqlim deganingizda masalan bitta davlat misol tariqasida olsak bo'ladi. Xo'p, misol uchun Birlashgan Arab Amirligi, ya'ni Dubay. Xo'p, Dubayda deyarli barchamizga ayon qish fasli yo'q. 365 kun kuz, ya'ni kuz, yoz fasli bo'ladi yo'da. Inson o'sha ob-havoga tayyor bo'lsagina yoki o'sha atmosferani ko'tara olsagina topshirishi mumkin. Endi bu ob-havo tomonidan aytadigan bo'lsam, lekin talaba faqat ob-havosini yoqtirgani uchun yoki boshqa uchun bormasligi kerak. Birinchi navbatda talaba o'qishga ketyaptimi? Birinchi navbatda ta'limni qo'yish kerak. Ta'lim keyin odatda ko'proq o'g'il bolalarda uchraydi, ishlash, ya'ni o'zimni xarajatlarimni o'zim qabul qila olamanmi deydi. Birinchi beriladigan savol bizga shu, masalan, konsaltingga kelgan insonlar birinchi shu savolni beradi. Qizlarda odatda ularning ota-onasi masalan pul jo'natishi mumkin yoki ishlashiga o'zi yo'l qo'ymaydi qiz bolaga endi. Shu holatda masalan Dubay tanlayaptimi? Dubay tanlayotgandan keyin yana o'sha talaba xuddi bir xil narsani so'raydi. Ranking yuqori bo'lsin, ishlash yaxshi bo'lsin, yana qanaqadir yo'q narsalarni so'raydi. Chunki u konsaltingga kelishdan oldin hech qanaqa u davlat haqida research qilmagan. Shunaqa talabalar keladi. Yo'q, aka, masalan biza Malayziya yoki Singapur davlatini taklif qiladigan bo'lsa, yo'q aka, men bu davlatlarni ko'rdim, research qildim, bularda to'g'ri yaxshi universitetlar bor ekan, lekin men o'zim xarajatlarimni qabul qila olishim kerak. Ota-onamga qaysidir ma'noda og'irligim tushmasligi kerak deydi. Ya'ni u davlatlarda aytganimizdek ishlash mumkin emas. Chunki Malayziya va Singapur davlatlari xalqaro studentlarga, umuman olganda studentlarga ishlashdan qat'iyan man etgan. Keyin universitet tanlaganda ularni deadline-iga qarab turib tanlab berish kerak deb eshitgandim. Endi misol uchun ba'zi bir studentlar keladida, deadline-ni aynan qachon deb so'rashadi, bilgandan keyin aynan shunga yaqinroq 2 kun, 3 kun qolganda harakat qilishadi. Bu qanchalik to'g'ri? Xo'p, o'zi hamma narsani iloji boricha ertaroq boshlagan yaxshi. First come, first deserve. Yes. Aytganimdek, yana sizda o'zimda bo'lgan holatni aytib beraman. Yaqinda bitta bola keldi, bizaga shu Koreya bo'yicha keldi u bola. Natijalari juda yaxshi. SAT'si bor, IELTSdan 7,5 olgan. U bola faqat bitta universitet so'rab keldi. U bola chunki Koreyaga o'z oldindan qiziqqan. Qaysidir bilishim bo'yicha qaysidir tanishlari, qarindoshlari shu Koreyada o'qiyapti. Inha universitetini so'rab keldi. Bilasiz, Koreyada universitetlar qabuli 2 ta raunddan iborat bo'ladi. U bola kelgan paytda birinchi raund tugagandi. Birinchi raund universitet qabuli tugagandi. Koreyada bo'lsa, chem ikkinchi raundga nisbatan birinchi raundda acceptance rate, ya'ni qabul qilish darajasi yuqoriroq bo'ladi. O'sha holatda biz u bolaga boshqa universitet taklif qildik. Yo'q, u bola shunda ham fikrini o'zgartirmadi. Mayli ikkinchi raund bo'lsa ham kutamiz, bir oy yoki 1,5 oy bo'lsa ham ikkinchi raund ochilishini. Lekin u bola
biza topshirib berdik ikkinchi raundga. Уже u bola inhaga 70% scholarship bilan hozir уже qabul qilindi. Demak, ancha erta boshlasa shuncha yaxshi. Qancha erta boshlasa shuncha yaxshi. Chunki universitetlarda kvota degan narsa bor, qabulda. Chegarasi. Agar qabul chegarasi yopilib qolsa, siz natijalaringiz 1000 zo'r bo'lsin yoki SATs 1450 yoki IELTS 8 bo'lsa, ular sizni qabul qilmasligi mumkin. Shuning uchun erta boshlagan yaxshi. O'zi xalqimizda ham bejizga aytishmagan, erta tongdan tursangiz, sizni ishingiz barakasi, unumi bo'ladi deb. Xuddi shunday. Erta boshlagan shuncha yaxshi. Shunaqa. Xo'p, endi universitet tanladik, davlat tanladik. Endi topshirish masalasi bo'yicha keladigan bo'lsak, ko'pchilik studentlar keladida, Abdurauf bizga siz o'zingiz personal statement yoki motivational letter yozib berasizmi deb so'rashadi. O'sha studentlarga endi to'g'ri, ular ko'pincha bakalavr studentlar bo'ladi, ular hali hech narsani yaxshi tushunishmaydi, bilishmaydi. Lekin ularga imkon qadar tushuntirishga harakat qilamiz. O'sha universitetda, davlatda va aynan shu yo'nalishda siz o'qiysiz. O'shaning uchun siz o'zingizni personal statementingizni o'zingiz yozganingiz yaxshiroq deb biz ularga yo'nalish berishga harakat qilamiz. Ya'ni admission jarayonida birinchi yo'l qo'yiladigan xato bu personal statement va motivational letterni noto'g'ri yozishdan boshlanadi. Chunki bizda shunaqa holatlar bo'lgan. Motivational letterni yaxshi yozmaganligi uchun, aynan shu universitet va fakultet uchun yozmaganligi uchun отказ bo'lgan holatlar ham bo'lganda. Endi ba'zi bir universitetlar bor, qayta yozib bering, to'g'rilab bering deb so'rashadi, lekin hamma universitetlar ham unaqa so'ramaydi. Misol uchun Italiyadagi universitetlar unaqa so'ramaydi. Agar noto'g'ri yozilgan bo'lsa, unda bo'ldi, sizni отказ qilamiz, chunki bizga proper emas motivational letteringiz yoki bo'lmasam personal statementingiz deb ular xabar berishadi-da. Xo'p, shu holatdan bitta savolim bor sizga. Hozirgi kunda, ya'ni oxirgi 1 yilni oladigan bo'lsak, endi artificial intelligence, ya'ni AI juda rivojlanib ketdi. Ya'ni ChatGPT hammamizga ayon. Hozirgi yoshlar masalan o'z aytganingizdek motivation letter yoki recommendation letterda shu ChatGPT dan yozdiryapti. U masalan o'z bitta ko'rishda ChatGPT yozgan yoki inson omili bilan yozilgan motivation letterda farqlay olsa bo'ladi. Siz bunga qanday qaraysiz va buni plus va minus tomonini aytib berasizmi? ChatGPTdan o'zim shaxsan uncha ko'p foydalanmayman, to'g'risi. Studentlar ham so'rashadi, ChatGPTdan yozsak bo'ladimi deb so'rashadi, lekin ularga ham yo'q deb javob beraman, chunki bu to'g'ri fikr emasda, chunki universitetda ChatGPT emas, aynan u student o'qiydi. O'shaning uchun ChatGPT bilan yordamlashib oldim degan studentlar baribir bo'ladi. Yo'q, unaqa qilmagin desangiz ham baribir qilgan bo'ladi. O'shanaqa studentlarga personal statementida shunaqa kamchilik chiqadi-da, baribir o'sha universitetda aytadi, aynan mana shu faktorlari yo'q ekan deb. Endi chunki ba'zi bir universitetlar shunaqa so'raydi-da, aynan faktorlarini ko'rib chiqib, o'shanga qarab turib qabul qilishadi. O'shaning uchun personal statement bilan motivationalni ChatGPTda yozmagan katta yo'qotish bo'ladi-da, ya'ni unda yozmagan ma'qulroq bo'ladi. Bu eng katta xatolardan biri. Keyin yana boshqa xatolar bo'yicha aytadigan bo'lsak, bu ikkinchi xato hujjatlarni to'liq, ya'ni so'raganidek qilib bermaslik. Chunki bizda ba'zi shunaqa holatlar bo'ladi. Inglizcha qismi bor-ku, mana shu yerda diplomalarni misol uchun olib kelishadi. Bu inglizcha qismini qabul qiladigan universitetlar bor, ba'zilari bo'lsa qabul qilmaydi, ba'zilari aynan notarial tarjima so'raydi, apostolni ham qo'shimchalik bilan so'raydi. Misol uchun Koreya davlatiga shunaqa so'raydi. Germaniya davlat universitetlariga ham agar topshiraman deydigan bo'lsangiz, inglizcha qismi bo'lishiga qaramasdan uni notarial tarjima va perevod, ya'ni apostol qildirish kerak bo'ladi. Chunki bizning diplomimiz hamma davlatga o'sha o'tadi degan narsa emas, akkreditatsiyasi bor bo'lgani bilan o'sha diplomani biz tasdiqlattirib ko'rsatib berish uchun apostol so'ralishi mumkin-da, katta ehtimol bilan. Undan tashqari, misol uchun hamma joyi inglizchasi bor deb topshirgan dokumentlarda ham ism, familiya загранпаспортniki bilan bir xil bo'lmasligi mumkin. Endi o'zbek ismlari va familiyalarida o'zingiz ham bilasiz, qattiq X harfi KH ga o'zgarishi mumkin yoki familiyalardagi oxiridagi yev yoki bo'lmasam f ga o'zgarib ketishi mumkin. Shunaqa holatlar bor. Va bunda aynan dokumentlarni mutaxassis so'rayotganidek qilib berish, hech qanaqangi nima deydi, e'tirozlarsiz qilib berish bu katta yaxshiroq bo'lardi, chunki u mutaxassis ham bekordan bekor unaqa deb aytmaydi-da, ya'ni aynan Koreyaga shunaqa qilib berishingiz kerak deb
dokumentlarni ular baribir tekshirib olib keyin jo'natishadi. O'shaning uchun bu xatoni qilmaslikka harakat qilish kerak. Ya'ni hujjatlarni to'liq qilib, hammasini joy-joyida ular so'ragandek qilib berish kerak bo'ladi. Xo'p, yana shu o'rinda bitta savol tug'ildi menda. O'zingiz ham ko'p guvoh bo'lgansiz. Chunki bu yerda ancha yillardan beri faoliyat yuritasiz Finan Consultingda. Talaba keladi, o'sha qanchalik viza chiqish foizi yuqori deb ma'lum bir davlat aytadi. Masalan, Buyuk Britaniya yoki Kanada. Xo'p, bu savollarga qanday javob berasiz talabalarga? Vizasiga keladigan bo'lsa. Vizasi masalasi bo'yicha endi studentlarga aynan endi boshqa odamlar 100% kafolatlanadi deb aytib beradi. O'zimiz hayotimizga ham misol uchun kafolatlab ayta olmaymiz-da. Hozir bor, biz ertaga yo'q bo'lishimiz ham mumkin. O'shanga statistikaga qarab turib, ya'ni student viza chiqish statistikasiga qarab turib, protsentda aytamiz. Studentlarga ham tushuntiramiz, mana shunaqa, shu narsalarga qarab turib, mana shunaqa foizda bo'ladi deb aytamiz. Shunda ham ba'zi bir studentlar anaqa so'raverishadi. Siz baribir kafolat bermayapsiz-ku deb o'zini hayotiga ham kafolat bera olmaydi, chunki to'g'risida. Misol uchun Buyuk Britaniyaga viza olish darajasi hozir 80-90% deb bemalol ayta olaman. Hamma dokumentlaringiz joy-joyida bo'lsa va dokumentlarning deadline, ya'ni expire bo'lib ketmagan bo'lsa, unda qabul qilish, ya'ni viza olish darajasi ancha baland. Kanadaga keladigan bo'lsak, hozir student viza unaqangi yaxshi darajada emas, taxminan 30-40% yoki 50% bo'lishi mumkin. U yoqda asosan daromadiga qarab turib olishadi, ya'ni sponsor so'raladi, sponsorning yillik daromadi tekshiriladi. Shu joyda hozir daromad deganingizda boya konsultatsiya jarayonida ham hisoblash kerak, aynan xarajat yetadimi yo'qmi deganingiz. Bu narsa admission jarayonida ham hisobga olinadi va ko'pchilik studentlar shu joyda xato ham qilishadi. Ya'ni ular faqat kontraktni hisoblashadi, ketish xarajatlarini hisoblaydi, lekin boshqa expenselar bor deb o'ylashmaydi. Ya'ni misol uchun visa fee, application fee, registration fee degan narsalar ham bo'ladi. U narsalarni ham baribir hisobga olish kerak talaba, chunki u narsalarsiz siz oxirigacha muvaffaqiyatga, ya'ni universitetga yetib bora olmaysiz. O'shaning uchun xarajatlarni to'liq hisoblash kerak deb aytamiz. Bu top 10ta xatolardan biri hisoblanadi. Bunda faqat kontrakt va yotoqxona hisoblamasdan viza xarajatlarini, tibbiy sug'urtalarni misol uchun agar kerak bo'ladigan bo'lsa, tuberkulyoz test topshirish kerak bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam medical check-updan o'tadigan bo'lsa, o'sha xarajatlarni hisoblash kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasam yil davomida yashash xarajatlarini, boya siz aytgandek, qo'shimcha ishlashga ruxsat bermaydigan davlatlar bor. Qiz bolalar misol uchun ishlamasligi mumkin, ruxsat bermasligi mumkin uydagilar. O'sha xarajatlarni ota-onalar misol uchun qoplab beradigan sponsorlari hisoblashi kerak bo'ladi. Shuning uchun hammasini agar hisoblab turib, shu sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'shandagina topshirgan yaxshiroq. Oxiriga kelib misol uchun registration fee aytilmagandiku, u yo'q ediku deb oxiri attang qilib o'tirish bu kerak emasda. O'shaning uchun menimcha Abdurauf, sizlar anketa berayotganda har bitta davlatda o'sha qo'shimcha xarajatlarini ma'lumotini yozib berasiz, adashmasam shunday. Keyin bilasizmi, bitta narsa bo'lib o'tadi. Siz aytgandek, studentlar borib olguncha bo'lgan xarajatni hisoblaydi. Lekin keyin borgandan keyin masalan birinchi oy, ikkinchi oy nima qilsam desam, bo'ldi, men o'zim ishlayman, o'zim qabul qilaman deb. Yo'q, bu narsa xato. U qaysi davlatga ketayotganidan qat'iy nazar. Chunki siz boshqa bir davlatga boryapsizmi? Boshqa bir atmosfera, boshqa bir masalan insoniyat jamiyati. Bu yerda adaptatsiya jarayoni bo'ladi. Ya'ni moslashish kerak o'sha joyga. Unga masalan 1 oy ketar yoki 2 oy ketar. Siz ketayotganda hech qachon borib sirazi o'zim qabul qila olaman deb o'ylamang, chunki hamma narsani plus bilan ketgan yaxshi baribir. Endi 6-top xatoliklardan bittasini aytadigan bo'lsam, bu asosan yana admission jarayoniga bog'liq bo'ladi. O'zi asosiy katta protsess admission jarayonida. Universitetga qabul qilindik deylik, hamma dokumentlar joy-joyida deylik. Endi vizaga topshirmoqchi bo'ladigan bo'lsak,
vizaga ham o'zini deadlaynlari bor. Ya'ni misol uchun sizda universitetning boshlanish kuni 6 sentyabr deb oladigan bo'lsak, shu sanadan oshib ketsa yoki qancha vaqtgacha yetib borish kerak bo'ladi, o'sha narsani inobatga olish kerak va vizani shunga qarab turib boshlash kerak. No, ba'zi bir davlatlar misol uchun bank statement so'raydi 1 oylik. O'sha bank statement misol uchun 1 oylik chiqmay qoladigan bo'lsa, shunga qarab turib harakat qilish kerak bo'ladi. Ya'ni 6 sentyabrda o'qishi boshlanadigan bo'lsa, o'shanga yaqin bank statement qo'ymasdan undan 1 oy oldin yoki umuman 1,5 oy oldin qo'yilishi talab qilinadi. Chunki vizaga topshirganingizdan keyin ham srazu ответini olmaysizda, ya'ni approved qilmaysiz. Misol uchun Koreyada 14 kun yoki undan ko'proq kutishingiz mumkin. Germaniyada bo'lsa 10 kun yoki bo'lmasam 3 oygacha kutishingiz mumkin. Buyuk Britaniyaniki 5 ish kunidan 3 haftagacha bo'ladi. Shu narsalarni inobatga olish kerak. Bundan tashqari, misol uchun Koreya bu universitetdan so'rab turib ish qilinadigan bo'lsa, Buyuk Britaniyada o'zi dokument beriladi, viza uchun ruxsatnoma. O'sha viza uchun ruxsatnoma berilgan xatidagi expire date'iga qarash kerak, o'shanga qarab turib harakat qilish kerak. Ya'ni agar o'sha sizga vizaga ruxsatnoma berilgan CAS deb aytiladi bu narsa, CAS dokumentingiz sizda expire bo'lib ketadigan bo'lsa, sizda hali viza chiqmagan bo'lsa, unda hamma narsa tamom deganida, ya'ni universitet sizni qabul qilmaydi. Vizaga topshirsangiz avtomatik отказ bo'ladi, chunki CAS expire bo'lib ketgan. Shuning uchun viza jarayonini ham ertaroq boshlagan yaxshiroq. Xo'p, endi 7-to'p xatoga keladigan bo'lsak, ya'ni IELTS ga yetarli tayyorlanmaslik yoki qanaqadir xalqaro sertifikatga. Bu bitta IELTS emas, masalan, SAT yoki magistratura uchun kerak bo'lgan GMAT-GRE bularni aytib o'tib ketsangiz, ya'ni bularda qanchalik darajada student yuqoriroq ball olishi kerak va u nimalarga ta'sir qiladi admission jarayonida, universitet topshirayotganda. Xo'p, IELTS bilan TOEFL bilan keladigan studentlar ham bor yoki endi oladigan studentlar ham bor. O'zi qo'ygan maqsad rejasiga qarab turib harakat qilish kerak. Ya'ni yo'nalishi misol uchun 7 talab qilishi mumkin IELTSdan yoki bo'lmasam 5/5 ham qabul qilishi mumkin. Ba'zi bir davlatlarda universitetlarda uni sectionlarga qarashadi. Misol uchun Koreyada vizasida qaraydi universitet. Universitetlar ham ba'zilari qaraydi, chunki agar 5 bo'lib qoladigan bo'lsa, viza bunda отказ bo'ladi deb qabul qilishmasligi mumkin. Yoki bo'lmasam Buyuk Britaniyada o'zi native speaker country bo'lganligi uchun 5/5 dan past bo'lmasin deydi. USA da ham misol uchun English speaking countries bittasi bo'lganligi uchun topoviy universitetlari asosan shu narsaga qaraydi. Sectionlari 6 bo'lmasin yoki 6 dan past bo'lmasin deydi yoki 5/5 dan past bo'lmasin. O'shanga qarab turib tayyorlanish kerak. Bu IELTS просто так ekzamen emas, ya'ni ingliz tilini bilaman, bo'ldi o'tib ketaman emas. Buni menimcha studentlarning o'zlari ham yaxshiroq bilishadi. IELTS bitta spesifik soha. IELTSdan siz 7-8 oldingiz degani bu ingliz tilini zo'r bilasiz degani emas. Просто siz IELTS sferasida yaxshi natijaga erishgansiz va o'sha narsani yaxshi o'rganib chiqqansiz degani. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, IELTS, TOEFL yoki Duolingo o'tganda ham qo'ygan maqsadiga qarab turib harakat qilish kerak. Agar misol uchun qo'ygan maqsadiga yetarli darajada ball olmaydigan bo'lsa ham shunga qarab turib keyinchalik chet elda o'qish planini o'zgartirish kerak bo'ladi. Bu IELTS, TOEFL sertifikatlaridan tashqari boya siz aytgandek GMAT-GRE, SAT misol uchun sertifikatlari talab qiladigan davlatlar bor, talab qilmaydigan davlatlar bor. Ba'zi bir studentlar keladida, menda IELTS, SAT bor, 100% grant olishim kerak deydi. Bu degani sizga 100% grant beradi degani emas. SATni misol uchun USA ga topshirsangiz bo'ladi, Koreyaga qo'shimcha dokument sifatida topshirsangiz bo'ladi, Italiyaga topshirsangiz bo'ladi. Boshqa joyda просто так qo'shimcha dokument sifatida topshirishingiz mumkin, lekin bu обязательный narsa emasda. Uni requirementiga qarab turib harakat qilsa ham bo'ladi SAT ga. GMAT-GRE asosan bu ekonomika, biznes yo'nalishida magistraturani davom ettiraman degan studentlar uchun Germaniyada ba'zi universitetlar so'raydi va asosan USA da so'raydi bu GMAT-GREni. Shunga qarab turib harakat qilish kerak bo'ladi, ya'ni bu qo'shimcha sertifikatlarni ham. Top 7 ta xatolikni hozirgacha sanab bo'ldik. Abdurov, agar shu joyda admission jarayoni bilan bog'liq qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin, chunki siz baribir studentni olasiz. Ularga to'g'riroq ma'lumot berishingiz uchun menimcha sizga ham kerak bu ma'lumotlar. Xo'p, menda o'z bitta savol bor edi. Shuni saqlab turgandim, so'rayman deb.
gapirishingizni to'xtatishingiz kutib turganda. Xo'p, admission jarayoni, ya'ni admission xodimi bilan student o'rtasidagi distansiya qanaqa bo'lishi kerak? Aynan qanaqa distansiyani nazarda tutyapsiz? Qanday, masalan, admission jarayoni orqali, ya'ni konsaltingga asosan admission jarayoni yaxshiroq bo'lsa, ya'ni successful bo'lsa yoki yaxshiroq kechib universitetga masalan ko'proq scholarship bitsa, keyin kelayotgan talaba ham o'shani o'rtog'i bo'lishi mumkin. Shuni orqasidan keladi deysiz. Shunda qanday muloqotda bo'lish kerak student bilan? Nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Asosan admission jarayonidagi muloqot do'stona bo'lishi tavsiya qilinadi ko'pincha. Yana studentni xarakteriga bog'liq ham. Ya'ni ba'zi bir studentlarga aniq buyruq bilan gapirmasangiz qilmaydi. Ya'ni mana shu dokumentni qilib berishing kerak desa qiladi. Qilib bering deb, misol uchun do'stona qilsangiz yaxshi bo'lardi deb aytsangiz, unda qilmasligi mumkin. Ya'ni bu student xarakteridan ham kelib chiqib ularga muomala qilinishi kerak. Ba'zilarga yaxshi gapirsangiz o'tadi, ba'zilariga buyruq ma'nosida aytishingiz kerak bo'ladi. Ba'zilarga bo'lsa o'sha yaxshi so'z bilan ilon inidan chiqardi, yaxshi so'z bilan chiqadi. Ko'pincha yaxshi so'z bilan shunaqa bo'ladi asosan. Undan tashqari o'sha student holatidan ham o'rganib chiqib turib, keyin uni ham holatini tushunib turib harakat qilish kerak. Ya'ni uni anaqasi kontrakt to'lashga misol uchun anaqasi yo'qmi, imkoniyati yo'qmi, unda aynan admission xodimi xohlayotgan universitetda emas, boshqa variantni berish kerak bo'ladi. Ya'ni student holatini ham o'rganib chiqish kerak. Endi holati asosan o'rganib chiqish tavsiya beriladi. O'sha boya aytganimdek, muloqot qilayotgan jarayonda asosan uni psixologiyasi, ya'ni u qanday xarakterdagi student, o'shanga qarab turib ish qilgan yaxshi. Ba'zi studentlar bo'ladi, ular endi o'sha bakalavr foundationga topshirayotgan studentlar, ularni o'ziga aytsangiz o'yinqaroq bo'ladi-da, baribir qilmasligi mumkin. Unga ota-onasi orqali aytsangiz, murojaat qilsangiz qilishadi-da. O'shanga muomala qilish shunaqa do'stona bo'lish kerak. Do'stona bo'lish kerak asosan. Xo'p, keyin bilishim bo'yicha, ya'ni admission jarayonida, ya'ni talabani natijalariga qarab, aytganim shu IELTS yoki qanaqadir xalqaro sertifikatga qarab acceptance rate yuqori bo'lgan universitetlar ro'yxati beriladi. Bu ro'yxatdan tashqari, masalan, siz top 10 ta universitet berdingiz yoki 7 ta yoki 8 ta, baribir 3 tasini tanlash kerak. Chunki Final Consulting bitta shartnoma asosida 3 ta universitet topshirib beradi. Eslatib o'tib ketamiz. Agar siz bergan universitetdan tashqari, ya'ni umuman ularni tanlamasdan boshqa 3 ta universitet taklif qilsa talaba, bu holatda siz qanday fikr bildirasiz? Boshqa universitet tanlab berganida asosan u bizga partnyorligi bor yoki yo'q, o'sha narsaga qaraladi. Keyin misol uchun u Germaniya davlatidagi davlat universitetlari bo'lsa, unda topshirib berishimiz mumkin. Unda ham o'sha universitet talab qilayotgan requirementiga qaraymiz. Ya'ni u requirementda GPA baho, o'qigan kreditlari, aynan qaysi fanlardan nechta kredit o'qigan, IELTS necha so'rayapti yoki GMAT so'raydimi yo'qmi, shunga qarab turib topshirib beramiz. O'shanda ham studentga aytiladi, siz xohlayotgan universitetning requirementi shunaqa, sizga to'g'ri kelmaydi yoki bo'lmasam sizda bunaqa universitet darajasi, ya'ni misol uchun akkreditatsiyasi yo'q daraja, unda siz hozir buni topshirsangiz baribir fail bo'lasiz yoki bo'lmasam bunaqa holatlar ham bo'lgan. O'zi student biznes bo'yicha o'qigan, ya'ni international business bo'yicha o'qigan, bu yoqda boshqa yo'nalish magistratura uchun tanlamoqchi. Bular umuman bir-biriga qarama-qarshi yo'nalish. O'sha holatlar bo'yicha ham qarang, mana bu universitetda academic requirement degan joyida aynan siz tanlayotgan yo'nalishga yaqin bo'lishi kerak deb aytiladi. Chunki shunaqa studentlar kelishadi rostdan ham. Misol uchun o'zlari neft gaz bo'yicha o'qiydigan bo'lsa, ya'ni natural gas and oil bo'yicha o'qiydigan bo'lsa, ular aynan computer science yoki data science tanlamoqchi bo'lishadi. Bunday holatlarda ular tanlayotgan universitetning requirementi tekshiriladi asosan. Agar to'g'ri keladigan bo'lsa, unda topshiriladi. Unda topshirilmaydi. Bu birinchi faktor. Ikkinchisi esa asosan bunday o'zgartirmoqchi bo'lgan talabalarni Koreya qabul qiladi. Yo'nalishni o'zgartirmoqchi bo'lgan talabalarni keyin private universitetlar qabul qilishi mumkin boshqa Yevropa davlatlaridan. Bu ikkinchi faktor. Uchinchi faktor bo'yicha aytadigan bo'lsam,
asosan biz misol uchun USAga topshiryapti deydigan bo'lsak, partnyor universitetlarni tavsiya qilamiz, chunki u yoqda application feelari bor. Ularni to'liq o'qigandan keyin universitetda misol uchun hech qanaqa xabari kelmasa, chunki shunaqa holatlar ham bo'lganda, qancha email yozilsa ham, unga international calldan chiqilsa ham hech qanaqasiga javob ola olmaganmiz. Shunchaki application feega kuyib qoladi, vaqt ketadi, o'shaning uchun tavsiya qilinmaydi. Ya'ni bizga to'g'ridan to'g'ri partnyorligi bor bo'lgan universitetlarga topshirsak, ulardan qabul qilish darajasi baland. Birinchidan, ikkinchidan qilgan xatoyingiz bo'lsa, misol uchun to'g'rilashda o'zlari yordam beradi. Uchinchidan, viza masalalarida yordam berishi mumkin. To'rtinchidan, u yoqga acceptance rate albatta baland. Xo'p. Eng muhim savollardan bittasi. Talaba chetga topshirayotganda, ya'ni konsalting xizmatidan albatta foydalanadi. Aytganimdek, hamma ham bilmaydi qanaqa topshiriladi. Siz o'z vaqtingizni yo'qotib qo'ymaslikni istasangiz, albatta konsalting xizmatidan foydalanganingiz ma'qul, chunki ularning tajribasi bo'ladi, ularda qanaqadir keyslar bo'ladi va sizni keysingizga tushadigan. Xo'p, konsaltingni nimalarga e'tibor berib tanlash kerak? Chunki hozirgi kunda, masalan, Toshkentni qiyos soladigan bo'lsak, Toshkentda konsalting firmalar juda ham ko'p. Ko'plab insonlar masalan, noto'g'ri konsalting tanlab qo'yadi yoki hozirgi kunda juda yangi konsaltinglar ochilyapti. Deyarli har kun ochiladi Toshkentda. Chunki Toshkent poytaxt bo'lgani uchun bu yerda odam ko'p, sivilizatsiya yuqori. Shularga nimaga e'tibor berib tanlash kerak konsaltingdan? Endi men o'zimdan kelib chiqib sizga aytadigan bo'lsam, asosan sinalgan, ko'p tajribaga ega bo'lgan konsalting tanlagan bo'lardim. Chunki bu narsa, bu meni ham stereotipim. Faqat konsalting tanlash uchun emas, umuman boshqa misol uchun masalalar bo'yicha, servislar bo'yicha ham aynan shu narsalarga e'tibor beraman. Ya'ni ko'p sinalgan, tajribadan o'tgan, tajribasi bor narsalarga asosan ahamiyat beraman va tanlayman. O'shaning uchun konsalting firmani ham asosan tajribasi bor bo'lgan, ko'p yillikdan beri ishlab yurgan, misol uchun yoki bo'lmasam ofitsial dokumentlariga ham ahamiyat berish mumkin, ba'zi bir dokument bilan ishlaydigan odamlar. Asosan tajribasiga ahamiyat berish kerak va ularning viza tarixida qanday bo'lgan, ya'ni qaysi universitetlarga ko'pincha student jo'natilgan, qaysi davlatlarga viza olingan, o'sha narsaga ahamiyat berish kerak va to'g'ri ma'lumot beryapti yoki bermayapti, u narsaga ham ahamiyat berish kerak. Chunki men eshitganman, ba'zi bir konsalting firmalar endi ulardan отказ olib studentlar kelishgan. Kanada uchun topshirganda, misol uchun sponsorini so'ramasdan topshirib yuborgan. Ya'ni sponsorsiz topshirib beraveramiz deyishganda ular. Yana ba'zi bir konsalting firmalar bor, o'sha siz aytgandek, top 300 talik universitetga ichki imtihon bilan topshirib beramiz deyishgan yoki bo'lmasam biz ekzamen qabul qildirib beramiz, ya'ni kontrakti $5000 deydigan yolg'on ma'lumot beradigan konsaltinglar bordi. Ya'ni bu narsa advertisement bo'lishi mumkin qaysidir ma'noda. Lekin o'sha reklama berganda ham to'g'ri ma'lumot beryaptimi, yo'qmi, o'sha narsalarga ahamiyat berish kerak. Va eng oxirgi sizga universitetga topshirish bo'yicha 10-xatolikni aytaman. Bu siz ustozlaringizdan referens olishingiz kerak, ya'ni topshirayotganingizda. Shu referens olayotganingizda to'g'ri ustozdan olishingiz kerak. Bu tanish ustozimidi yoki bo'lmasam men shu ustoz bilan yaxshi chiqishardim deb olmasdan, aynan ilmiy darajasi bor bo'lgan ustozdan olganingiz yaxshiroq. Ya'ni ilmiy darajasi bor deganimda PhDmi yoki doktor, fanlar doktorimi yoki misol uchun ulardan olganingiz ko'proq yaxshiroq bo'ladi. Universitetga ko'proq yaxshiroq natija ko'rsatib beradi bu narsa. Shu asosan qilinadigan xatolar va ularga yechimlar. Mutaxassis yordami bilan harakat qilish kerak baribir, Abdurov. Chunki baribir tajribasi bor insonga tayansangiz hech qachon yiqilib qolmaysiz-da baribir. Keyin bitta narsa hozir esimga tushib ketdi. Yaqinda o'zimizda bo'ldi bitta student bilan narsa. Ya'ni konsalting tanlash masalasiga qaytamiz. Xo'p, shaxsan o'zim Instagramda ko'rdim. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ko'p xabarlar ko'rib qolasiz baribir. Asosan Instagramda, Telegramda. U konsalting masalan nomini aytmaymiz. Hech qanaqa IELTS-siz, hech qanaqa TOEFL yoki hech qanaqa Duolingo'siz, IELTS ya'ni shart talab etilmaydi deyapti. Ular aytish bo'yicha Amerikaga 50-70% grant, ya'ni vizasiga ham garantiya beryapti.
Bu holatga siz qanaqa qaraysiz va qanday fikr bildirasiz? Endi boyagi aytganimdek bu qanaqadir reklamani bir ko'rinishi bo'lsa kerak, ya'ni odam chaqirish uchun bo'lsa kerak. Balki shunaqa universitet rostdan ham bordir. Asosan Amerikaga o'qishga topshirayotganingizda grant olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, early action deganaqasi bor. Bu asosan oktyabrdan, noyabrdan, ya'ni bir yil avvaldan boshlanadi. Misol uchun siz 2025-yil kuzgi semestr uchun topshirib, grant olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, early action, ya'ni 24-yil siz oktyabr yoki noyabr oyida boshlashingiz kerak bo'ladi. Bu universitet deadline-iga baribir qaraladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, siz agar 50%, 70% scholarship Amerika universitetlaridan olmoqchi bo'lsangiz, early actionda topshirishingiz kerak. Yoki bo'lmasam o'sha universitetning veb-saytidan ko'rish kerak bo'ladi. Merit based scholarship beradimi yoki yo'qmi? Yoki aynan siz tanlayotgan yo'nalish uchun qancha beriladi, international studentlar uchun qanday beriladi, o'sha narsalarni tekshirishingiz kerak. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ular berayotgan reklamani aynan tekshiring demayman-ku. Menimcha bu qanaqadir odam chaqirish yo'li bo'lsa kerak, aniq bilmadim-u, lekin men bilganim Amerikaga siz 70-50% scholarship olmoqchi bo'lsangiz, early actionda topshirishingiz kerak asosan. Bitta studentim keldi, o'sha konsalting bilan gaplashgan. Xo'p, endi yangi maktab tugatayotgan, masalan, bakalavriat topshirayotgan yoshlarda Amerikaga baribir boshqa davlatlarga nisbatan Amerikaga bo'lgan qiziqish ancha yuqori bo'ladi. Ko'ryapti, reklamani unga qiziqyapti. Ertaga qaysidir ma'noda aldanib qolmaslik ham muhim narsa hisoblanadi. Chunki unga xo'p mayli, moliyaviy tomon topiladi. Moliyaviy tomon, lekin vaqt topilmaydi aytganimdek. Vaqt topilmaydi. Shunga sizga tavsiyamiz, birinchi topshirayotganingizda, ya'ni konsalting tanlayotganingizda ularning tajribasini ko'ring. Kerak bo'lsa borib guvohnomasini ko'ring. Chunki ertaga siz kelajagingizni qaysidir konsalting bilan qurmoqchi bo'lsangiz yoki konsalting orqali qaysidir yo'lga ketmoqchi bo'lsangiz, ularga 100% ishonishingiz kerak. Qaysi ma'noda ular sizni noto'g'ri yo'l bilan o'qishga topshirmayaptimi? Ya'ni ular aytib o'tgandilar, Kanadaga vizada sponsor so'raydi yoki Italiyaga ota-onalik daromad so'raydi vizada. Bu narsalarni to'g'ri aytyaptimi? Hamma narsa masalan har davlatda o'zining plyusi, minusi bor dokumentatsiyasida. Bu narsaga biz ochiq oydin aytamiz. Masalan, talaba kelyapti, 5 davlatga qiziqyapti, biz buni bu tomoni bor, buni bu tomoni bor, buni bu tomoni bor. Endi o'zing tanla. Qaysi narsasini sen qilib bera olasan? Chunki hozirgi kunda masalan bilasiz, o'sha Italiyani oladigan bo'lsak, ota-ona yillik daromadini rasmiy ko'rsatib berish kerak, ya'ni maygodan chiqarib berish kerak, oxirgi 12 oyligini. Buni ko'rsatib bera olmaydigan talabalar ham boshqa masalan yangi ochilgan konsaltinglarni topshiryapti. Shuning natijasida ular atkaza olyapti. O'zini xohlagan natijasiga erisha olmayapti. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, endi 10 ta shu qilinadigan xatolarni baribir bilib oldingiz va ulardan qanday qilib avoid, ya'ni oldini olish kerak, yechimlarini bilib oldingiz. Agar yana savollaringiz bo'lsa, bemalol izohlarda qoldirsangiz bo'ladi. Eng asosiysi puxta reja tuzish kerak, vaqtni bilish kerak, to'g'ri tanlov qilish kerak, ya'ni o'zingiz uchun to'g'ri tanlov qilishingiz kerak va zarurat bo'lsa yordam so'rash kerak. Agar sizga yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, bunda aynan Fino Consulting sizga yordam beradi. Videoni agar sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa va foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va do'stlaringizga ulashishni unutmang.